Bunisini narxi qancha deyapsiz? Gazlarigacha bor ekan akalar. 6600 ga beramiz. 6600. 6600. Ey gap yo'q akalar. 8000 aytamiz, shu beradi. 8000 shu beriladi. Buni ham narxi qancha deyapsiz? 5600 ga berib yuboramiz. 5600 deyilyapti. Akalar. Ezdokan profillar 21 ming qo'ydik. Aha. Sizni profilingizni 20 ming qo'yamiz. Gap. Assalomu alaykum. Namangan Moshina bozor YouTube obunachilari. Bugun Namangan Moshina bozoridagi Lacetti narxlari bilan to'liq tanishtirishga harakat qilamiz. Xo'p, unda biz boshladik. Mana shu mashina ko'zga tashlanyapti Namangan Moshina bozorida. Ma'lumotini bering endi buni. Xo'p, mashinamiz koreyskiy variant. Aha. Dubayga eksport bo'lgan variant. Aha. 2010-yillarda olib kelingan, o'zimiz olib kelganmiz shu mashinalarni. Xo'p, to'rtta nimasida petnosi bor. Eshigida. Radnoy kraska eshigida emas, kirildi. Kirildi. Faqat haligi nimaga yuklangan, konteynerga yuklangandagi kraskasi. Aha. Kichkina petnosi bor xolos. Bitta mashkralda sepilgan. Mashina o'ziniki. O'zimniki, o'zimning nomim. Hujjatlarda muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Yili nechi buni? 2006. 2006-yil yurgani? Yurgani 274 ming yurdi. Aha. Hop, motor yangi qilib qo'ydik. Motor 2 объемlik, Aha. 86 portion, sportивный variant. Aha. Hop. Ходовой, amortizatorlar, hop, o'zimiz minish uchun tayyorlangan mashina, hamma yo'qi joyida. O'z minish uchun hamma yo'q qilib qo'yilgan. Qo'yilgan. Sotyapsiz. Ha, 2 oy ichida hamma yo'g'ini qildik. Endi hozirgacha pulga ehtiyoj Ha, pul kerak uchun sotyapsiz. Shundoq sotilyapti. Balollari yangi. Akalar ko'rishinglar mumkin. 4 ta yangi yumshoq balonlari diskalargacha qo'yib qo'yilgan. Salon suplani. Bu o'zlar zavodskiy bo'ladimi? Akalar o'zini zavodskiy diskasi ekan bu. Salonlarni ko'rishinglar mumkin akalar. Panel magnitofonlarigacha bor. Tarpeda holatlari. Koreyskiy hatchback. Lacettimiz akalar ko'rishinglar mumkin. Orqadan bir qator ko'rishlari. Shu to'chamizni endi narx qiziq. Narxini qancha deyapsiz buni? Narxini 6300 deyapman, ozgina tushib beraman. 6300 ozgina tushib beriladi. Naqd puli bor odam, olaman degan odam qancha bilan sizga aloqaga chiqsam? Men aytdim-ku, zaruriyatligi uchun Aha. 6000 nari beri kelishaveramiz. Plus minus. Mashinani olgan mingan odam maza qiladi ama. Ey gap yo'q. Nomeri 99lik. Aha. 491 Aha. 10 00. Ushbu raqamga aloqaga chiqishaveradi. Ha, chiqaverasizlar. Akalar, 24 soat yoqib. Ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqib bemalol kelishinglar mumkin. Yaxshi minadigan odam bo'lsa, любой dokument qilib beraman. Nomeri ham u podarka ham. Ey gap yo'q ekan. Akalar, ko'rdinglar, ekranlarda nomerlarni qoldiramiz. Akamizga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Biz esa davom etamiz. Gazi ham bor. Ha, temir gaz ballonlarigacha bor. Temir gazlar ko'rsatib qo'yasanmi? Ochaylik orqani bo'lsam. Endi bu Lacetti hatchback shunaqa deyiladi? Hatchback, sportivniy variant. Sportivniy variant. Mana temir gaz ballonlarigacha bor ekanlar. Xudo xolsa, minishga tayyor holatda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka charchamay, savdoyingizni bersin. Xo'p. Namangan mashina bozori. Albatta bu akalar Namangan moshina bozoridagi navbatdagi Lacetti'miz sotuvda. Aka yil necha endi buni? 2013 top toza. 2013 kraskasi top toza. Top toza. Yurgani 108 ming. Aha. Motorlari? Motorlar zo'r, avtomat emas, propanda. Mashina propan holatda. ABS konditsioner? Bor. Bor ekan akalar. Motorlar ishlari yo'q. Birinchi paytda mexanika propan holatda. Aytib o'tdik, kraskalari top toza. Yumshoq balonlarigacha bor. Mashinamiz tabletga propan holatda, chexol poli ko'rishlar mumkin. Torpeda holatlari akalar. Orqalarini ham bir qator ko'rsatib ketamiz, ko'rishlar mumkin. Aytganimizdek mashinamiz propan tabletkada. Narxini qancha deyapsiz endi buni? 8000 ham olgan o'tadigan joyi bor. 8000 o'tib beriladi joylar. Dokumentda muammosi yo'q. Dokumentdan liboysi bo'ladi. Propan generalnik ham bo'laveradi. Aha. Apartment ham. Generalnik ham chiqaveradi. Akalar, dokumentlarda muammosi yo'q. Xudo xolsa akamizga aloqaga chiqasizlar. Bu ham sizdan aka? Ha, bu ham. Buni ma'lumotini beringchi. Buning yili necha? Bu 2013 Aha. kraskasi bor buni.
Bu ham generalni beraveramiz. 6,5 ming so'm kami bor buni. 6,5 ming kam bor. Yurgani? Yurgan 300 ming. 300 ming yurgan. Kraskasi bor buni aytib aytdi. Gaz bor? Gaz bor. Gazlari bor. Nechi paytda endi bu? Bu birinchi paytda. Akalar 2013 birinchi paytda mexanika ko'rishinglar mumkin. 6,5 ming esa 6,5 ming kam bor akalar. Akamiz nomerlarni ekranlarda qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol kelishinglar mumkin. Nomerimiz 90lik 551 551 1107. 1107 shu raqamga aloqaga chiqishaversin. Akalar, hujjatlarda hech qanday muammolari yo'q. Akamizga aloqaga chiqsalar, ikkita Lacetti'miz bor. Kelishib olishinglar mumkin. Xo'p akalar, Lacetti'larni olishda davom etaman. Navbatdagi Lacetti'miz sotuvda. Yil necha ekan endi buni? 2012. 2012 kraskalari. Kraskasi pashti toza. O'sha orqa krilovida ozgina ish qolgan joyda kraska bo'lgan. Aha. Metan gazi bor. 2012 yurgani, yurgani 207 ming. 207 ming yurgan. Motorlarda ishlar yo'q. Ha, Motorlarda ishlar ABS konsernli bor. Ha, bor. ABS konsernlari bor akalar. 4 ta yumshoq balonlargacha bor o'z zavodiga diskalari. Diska anaqa Gentra diska qo'yilgan. Avtomat diska. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Ikkinchi paytda mexanika ko'rishinglar mumkin, chexor poliklari hammasi mavjud. Mashinamiz minishga tayyor. Xudo xohlasa rasxodlar yo'q aka? Yo'q, rasxod yo'q. Shumkami mashina? Mashina shumkami? Ha, shumka. Mashinamiz to'liq shumka holatda temir gaz bo'lolarigacha bor. Gap yo'q. Aytganimizdek, mashinamiz shumka holatda ikkinchi paytda Lacetti'miz. Narxini qancha deyapsiz endi buni? Narxini 7 ming o'tib beramiz, kam o'tib beramiz. 7 ming o'tib beriladi. Bir savdo qilganlar bo'ldimi, bo'lmadimi? Ha? Savdo Mashina purishlar 6 ming qildi. bermadingiz. Bermadi. Bir mo'ljaldagi narxga qancha aloqaga chiqsa beraverasiz? 6,5 larga beraverasiz? Ha, 6,5 larga beraveramiz. 6,5 larga akalar aloqaga chiqishinglar mumkin. Nomerimiz 91lik 91lik 180 180 25 15. 25 15 ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqishinglar mumkin. Hujjatlardan ishlar Generalni ham davrini ham oformit ham qilinaveradi. akalar, hujjatlarda muammolar yo'q, xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Kimdan bu? Sizdanmi aka? Charchamang aka. Akalar, biz davom etamiz. Namangan mashina bozori. Yil necha aka buni? YouTube'ga ketdi. YouTube'ga yili 2012 yili. 2012 ABS konseri hammasi bor. 1.8 motorlar ishlari yo'q. Yo'q. Kraskalari? Kraskasi shu bagaj bilan orqa kapotda bor. Akalar, o'ng tomon orqa Kirillovmidi? Ha, oldi bagaji bilan orqada. YouTube'ga aka. Ketdi, ma'lumot bering. 2012 2012 230 ming kilometr yurgan, bitta Aha. orqa krilosida petnos bor. Kapot uchida bir qarich. qolgan joyi toza. Qolgan yo'q, toza anasi. Arkalarda borlar. Motorlar ishlari yo'q. Motorchilarda yo'q. Motor Salonlarni bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Ko'rishinglar mumkin. Narxini qancha deyapsiz buni? Temir gaz balonlarigacha bor akalar. Ma'lumotini eshitdinglar. 6200. 4 ta yangi archa balonlarigacha bor ekan. 6200 deyilyapti akalar. Yana qaysi mashinalar bor edi sizda? uni bor, bu bor. Akalar, 2011 62 ming probeg, kraskalari top toza. 4 ta o'rtaqol yumshoq balonlarigacha bor. Mashina benzin holatida. Salon qismini ko'rishingiz mumkin, kovriklari ideal holatda turibdi. Aytganimizdek, mashinamiz benzin holatida. Buning narxi qancha deyapsiz aka? Naqdga beramiz, 8 mingga berib yuboramiz. Naqdga 8 mingga berib yuboriladi. Dokumentlarda muammosi yo'q. Dokumentlarda muammosi yo'q akalar. Bunisi? Keling aka. 2009 380 ming yurgan. 380 ming yurgan avtomat. Avtomat. 3-paytda avtomat akalar. Avtomat 3-paytda bir 30% kraskasi bor. Aha.
Yaxshi, motor ходовой, balonlari zo'r. Akalar, motorlar hech qanday ishlari yo'q deyilyapti. Balonlari yangi balonlargacha bor. 3-paytda avtomat. Salon qismlarini ham bir qator ko'rib o'tamiz. Ko'rdinglar, luklar bor variantlar, kovriklari, chexollari hammasi bor. Gazlarigacha bor aka. Bunisi narxi qancha deyapsiz? 5600 ga berib yuboradi. Bu akamizdan mashinalarni syomka qilishdan maqsad arzon mashinalari bor aka. Ha, bor. Akamiz xudo xolsa nomer 90lik 261 1188. 1188 ushbu raqamga akamiz. Ismingiz nima edi aka? Bahrom bor. Bahrom akamizga bemalol aloqaga chiqarsizlar. Yana qaysi mashinalar bor? Jentramiz bor, pul arzonroq. Bular arzonroq. Keling, shuni ma'lumotini beringchi. Bo'ldi aka, aytaman. Akalar 3-yil 2013. 40% kraskasi bor. Aha. Udar yo'q. Yo'q, udari yo'q. Udarlari yo'q deyilyapti akalar. Oldilarda yo'q kraska, orqa oldi butun. Aha. 230 ming kilometr yurgan bu ham. 2013 motorlar ishladi. Motor ходовой hamma yo'g'i zo'r. ABS konditsioneri bor. ABS konditsionerlari bor. Gap yo'q aka. 2013 akalar Gentra. Bunisi narxi qancha deyapsiz? Gazlarigacha bor ekan akalar. 6600 ga beramiz. 6600. 6600. Gap yo'q akalar. Akalar 2013 Gentramiz. Bu Lacetti Gentra qilinmagan toza Gentra aka. Toza Gentra 6600 ga berib yuboriladi. Ikkinchi payt salonlarni ham olib ko'rsatib qo'ying. Zo'r salonlar, chizilgan joyi yo'q. Tashqi holatlari ko'rishingiz mumkin. Yo, Xormay aka. Salon qismlari. 6600 akalar. 1188 nomerlar ekranlarda qoldiramiz. Akamizga bemalol aloqaga chiqasizlar. Olmagan qaysi mashinamiz qoldi aka? 2013. Yo'q, qora Cobalt bor. Cobalt kimdan endi u? Sizdanmi aka? Akalar. Akamiz. Mashinasi ham ko'p, narxini ham qulay narxda aytyapti-da. Keling aka. Akalar, Namangan mashina bozorida navbatdagi Lacetti'miz. YouTube uchun ma'lumotini beringchi. 2012 150 ming probeg yurgan. Bitta krilosi kraskasi bor. Aha. Ikkinchi paytda mexanika ko'rishingiz mumkin. Motor ходовой 4 ta balon, to'li, chexol, pult, propan, gazda. ABS konditsioner hammasi bor ekan. Narxi qancha? 6800. Akalar 6800 2012 150 ming. ikkinchi paytda mexanika. 150 ming probeg. Kraskalarni ko'rdinglar. O'ng tomon kiloda bor xolos. Dokumentda muammosi yo'q ekan o'zlaridan. Nomer 90lik 261 1188. 1188 shu raqamga akamizga bemalol chiqarsizlar, Bahrom akamizga. Xudo xolsa yili qaysidan bo'lsa ham holati hammasidan bor Lacetti'larimiz aka. Hammasidan bor. Bundan arzonroqlari ham bor. Gap aloqaga chiqishaveradi. Chiqishaversa. Lacetti kerak bo'lsa. Akalar, Lacetti kimga kerak bo'lsa akamizga bemalol aloqaga chiqarsizlar. Avtomatistlar, mexanika dislar hammasidan bor. Assalomu alaykum. Namangan mashina bozori YouTube obunachilari uchun bugun Namangan mashina bozoridagi inomarkalardan ko'rsat ukam degan akalarimiz uchun mana Malibu Chellar hammasidan xudo xolsa obzorni qilamiz. Ukamiz oldi kelgan ukajonim. Yosh bo'lishiga qaramasdan xudo xolsa mana shu ukamiz mana shu yerda savdo qiladi. Ukam, savdo qilib yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi xudoga shukr, nasibga yarasha. Ha, yaxshi. Nima qilamiz? Narxlar sindiramizmi bugun? Bugun yondiramiz, sindirmaymiz. Gap yo'q ukam. Qani? Cherry, Aha. 7 Pro. Full, tomlari qora. Aha. Eng full luxury. 4 yumshoq bo'lan. Tanroqqa, oyoq tagida ko'vrak, 50 ming yurgan, kraskasi toza. Propanlari ham bor. O'shaydigan maza qilasizda. Gap yo'q ukajonim. Odam o'tirmagan mana. Sidenlar yangi turgan. Jild. Ko'rishlar mumkin akalar. Cherry 7 Pro. Aha. Mashina xudo xolasa tiniq. Mashina dokumentiga javob. Yetmaganlarni gaplashaveramiz. Va, yetmagan joyga variantlar ham bor. Bor. Gap ekan. Yo'q, narxini aytmadiki buni. Buni narxini Ezdokana profillarda 21 ming qo'ydik. Aha. Sizni profilingizda 20,5 ming qo'yamiz. Gap yo'q ukajonim, nechta. Akalar 20,5 ming so'ralyapti mana. Cherry 7 Pro dorda minishga tayyor. Nomer qoldiraylikchi? 77 Aha. 259 50 97 345 50 00. Aloqaga chiqishaveradi. Chiqishaveradi. Faqat naqdgan bular?
naqdga, bankaga gaplashamiz. Yetmaganda bir 10 minggacha yetmaydigan bo'lsa, oka. Aha. 4-5 oy gaplashaveramiz. Variantlari bor. Bo'lmadi bu yil necha? 19 ga 20, 19 hisoblaymiz. 4 yumshoq bolon. Aha. Tamirovka ruxsati bor. Holatlarni qarang. Voy, akalar ko'rishinglar mumkin salon qismlarini, kovriklari. Yurgani qancha buni? Yurgani 113 millionga holali pok. 113 ming yurganga o'xshamaydi, oka. Ey gapi, 113 ming pravey akalar. Panama luklargacha. Bunisiga ham odam o'tirmagan. Вообще go'zal holatda. Gapi yo'q jonim. Bagajni ochchi. Propallari ham bor. Akalar, Malibu Premier propallarigacha bor. Shu go'zal. Mana. Zapasga holatlarni ko'rishinglar mumkin. Kraskalar top-toza, ideal holatda. 2019 ga 20 ya? 2019 ga 20, 113 ming yurgan, qora, 1.5 turbina motor. Holatlar zo'r holatda. Narxi qancha endi buni? Buning narxini oka 20 ming. 20 ming. 20 ming. Sal kelishtiramizmi? Kelishtiramiz, telefonlashib. Xudo xolasa. 20 ming so'ralyapti akalar, akamizga. So'ralishi 20 ming, tushib beriladi bozor. Albatta, bemalol aloqaga chiqib kelishsa bo'ladi. Kelsa bo'ladi, tayyorlab ruxsatlari bor, go'zal holatda ledlari bor. Oyoqdagida ya'ni zimni hamma sezon yuradigan balonlari bor. Ey gap yo'q jonim. Bunisiga kelsak, bunisi 2020-yil, Aha. 75 ming yurgan. Kraskalar top-toza. 1.5 turbina, 4 yumshoq balon, ledlari bor. 5 kilo choy dastup. Hamma Poli Panama Look 2020-yil akalar 113 ming. Yo'q, 75 ming probeg. Avtoparkovka hammasi mavjud. Boshamiz. Gazdami? bor. Benzinda mashina. Aha. Uzabek podnomer hamma narsasi bor. Ey gap yo'q. 2020 ga bo'lsa 75 ming probeg ekan. Ha, 75 ming yurgan bo'lsa, unga o'xshamaydi, oka to'g'risiga. Holatlari вообще zo'r. Ukajonim, bunisining narxi qancha? 20 ming. Bu ham 20 ming. 20 ming. 20 ming so'ralayotgan narx. Hali kelishiladigan joylari bor-a? Akalar 2019, bunisi 2020 deyilyapti. 20 ming so'ralyapti. Endi nomerlarni yana qoldiramiz. O'tib berilib, bemalol bir savdo qilib kelishinglar mumkin. Bunday Elantra. O, navbatdagi o'sha Hyundai Elantra 2020-yil ekan. Chista koreyskiy mashina, Xitoy emas bu. Aha. Motori qanaqa buni? 1.6 atmosferniy motor. Вообще zo'r holatda. 7 ta rasxod. 100 ming probeg akalar. Ko'rishinglar mumkin. 4 ta sidina qizida manaqa chexollar ham qo'yib qo'yilgan. Qimmat. Dema sezonni ham. Ey gapi yo'q jonim. Вообще zo'r holatda, kraskalar toza, bamperdan kraskasi yo'q. Çok güç mü? 16 ming. Ko'rishinglar mumkin akalar. 20. Oyog'idagi çok so'ng diska, 4 yumshoq Nexen bo'lon. Bagajni ochaylikchi. Gazon nimaga? Prostoy gazon cho'yla 80 ham beradi. 7 ta rasxod. 7 ta rasxod qiladi. Hyundai Elantra 2020 dedingmi? Ha, 2020. 2020-yil akalar 100 ming probeg. Kraskalari top-toza. 7 ta rasxod. Narxi qancha buni? 16 ming. 16 ming. Tushib beriladi. Tushib beriladi. Aloqaga chiqsa kelishishadi. Kelishaveramiz. Dokumentlarda muammosi yo'qmi? Qizig'i yo'q. Gen oform narsa qilaveramiz. Dokumentlari javob ishonch odamlarni bersangiz. Hammasi. Jonim charchamagin. Yana qanaqa mashinalar bor? Trekkerlar bor. Trekker kimdan? 2 ta LTZ o'zimizdan. Bu ham sizlardan. Ha. Bunisi LTZ qilib qo'yilgan, redline ham qilingan, 360 gradusli kamera. Aha. Mana diskalarni ko'ring. Original redline diska, oyog'idagida 4 yumshoq bo'lgan farq. Xo'p, YouTube hamma narsa ishlaydigan qilingan. Вообще zo'r holatda. Gap yo'q jonim. Xudo xolasa, buni ham kelishtirib beramiz. Вообще zo'r. LTZmi bunisi endi? Ha, bunisi LTZ. Narxi qancha buni? Yo'q, bu LTZ qilingan. Ha, LTZ qilingan. Bu holati вообще zo'r mashina. Holatlariga keladigan bo'lsak, ishi yo'q mashina. Mana. Probeg qancha endi buni? Buni probegi 56 ming. 56 ming. Вообще zo'r mashina.
Tracker LTZ qilingan. Redline diskalari. Red Narx qancha? Buni narxini aka 15 ming. 15 ming. Beramiz. Qancha o'tib beramiz? Xudo xolasa so'rashadi. Aka, ukamizga nomerlar siz bilan darajada ham bor. Ha, o'sha aytilgan boshda aytilgan nomerlar hammasi bor endi. Bunisi chista LTZlardan qilgan. Oyog'i tagida ko'rak. Yil nechi buni? Buni yili 23. 2023 5 kilo o'lchov taqdim ko'rishingiz mumkin. 22 ga 23 bo'lishi ham kerak bunda. Ko'rilari 38 ming proba 2022. Вообще zo'r holatda bir qo'l boshdan anaqa moshina kelsa narsa qiladigan pakoyda yo'llarni qo'yib qo'ygan. Signalizatsiyalar hammasi bor. Вообще zo'r holatda odam o'tirmagan. Gap yo'q jonim. Bunisi narxi qancha endi? 15,5 ming. 15,5 ming. Kraskalar toza. Nargansiniki aytmamiz, kraskalarni aytdim aytmadim bilmadim. Ikkidan detalda bor. Ichiga o'tmagan ko'rsatib olishadi. Bunga holatlari вообще zo'r. Tegilmagan, o'qamash turishda keldi, hali tekkanimiz yo'q. Tayyorlab, tindirib qilib beramiz. Nimaligini qilib bo'lsa, gaplashamiz. Aybni aytishadigan bo'lsa, qilib beramiz. Aloqaga chiqsa, xudo xolasa. Aloqaga chiqsa chiroyli qilib, ha? Jentralarimiz ham bor. Xudo xolasa, mana shu joy bizniki. Bu Gentra ham sizlardan? Ha. 2015. Aka 2015 Gentrasi ham bor ekan ukamiz. Ismingiz nima ukam? Sayyodbek. Sayyod ukajonim charchamagin. 2015 280 ming yurgan. 280 ming probek. Nechinchi paytda bu? Kraskasi bir 30%, 25% kraskasi bor buni. 30%, 25% kraska. Ichlarga o'tmagan, ko'rsatib olishadi. Nechinchi paytda? Motor qadovachisi ikkinchi paytda bor. 2015 ikkinchi paytda akalar. Yurgani? Yurgani 280 ming bo'lish kerak, 80 ming. 280 ming yangi 4 yumshoq balon. yumshoq balonlargacha bor. Yangi akkumulyatorlar qo'yib qo'yilgan. Mashina benzinami, gazdami? Mashina propanda. Propan holatda. Makalani propan. 2015 akalar 280 ming probe, ikkinchi paytda mexanika kraskalarni aytib o'tdi, 25%, 30% kraskasi bor. Narxi qancha buni? Narxi 8 ming aytamiz, tushib beramiz. 8 ming tushib beriladi. Buni ham dokumentlarda muammolar yo'q. Nomerini qaytaraylik. 77 lik 259 50 00 97 lik 345 50 00. Aloqaga chiqishaveradi. Aloqa chiqisharadi. Ushbu raqamga ukamizga bank beramiz. yetmay qolgan joyda variant bank, hammasi bo'ladi. Barter hamma narsa bor. Akalar, Cherry disklami, Malibu disklami, Tracker disklami, Gentra disklami, mana Hyundai Elantra disklami hammasidan bor. Mana shu ukamizga aloqaga chiqaverasizlar. Gap yo'q ukajonim. Aloqaga chiqishinglar mumkin.